Saroy og'alari kelib ketishgandi. Qirol sizni ziyofatda kutib o'tirganini aytishdi. Yaxshisi u yerga bormaganingiz ma'qul. Qirol saroyi siz uchun xavfsiz joy emas. Ichkariga na bironta tan soqchi, na qurol-yarog' bilan kirish mumkin. Vazir Li Yangyong ham biz u yerga borsak, uzilgan boshlarimizga egalik qilish istagida yuribdi. Yaqinda qulay fursat topib, bu muammolarni uzil-kesil hal qilamiz. Mo'g'ul saltanatiga safarga borish ham xatarli. Ular sizni tirik qo'yib yubormasliklari mumkin. Ayniqsa Mo'g'ul hukmdori Xubilay sizdan qattiq g'azablangan. Hammasi yaqin 3 kun ichida hal bo'ladi. Ha, bosh qo'mondon. Ammo rejani amalga oshiradigan bo'lsak, 3 kunni kutmasdan hozirni o'zida Li Yangyongni yo'q qilsak bo'lmaydimi? Reja bexato amalga oshirilishi uchun ham shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymang. 3 kun kutamiz. 3 kunda baribir hech narsa o'zgarib qolmaydi. Gyeonsan viloyatidan keltirilgan choy. Marhamat. Rahmat sizga xonim. 2 kundan keyin marhum bosh qo'mondon Choyvuning vafot etgan kuni emasmi? Ha, xuddi shunday. Xotira marosimini o'tkazishimiz uchun oshxona xizmatkorlarini ogohlantirib qo'ygandim. Juda yaxshi qilibsiz. Sarkarda Pak Sombi va janobli Gonjularga ham taklifnoma yubordim. Ular ham xotira marosimiga kelishadi. Aqlingizga tasanno. Imyongni ham mazkur marosimga taklif. Ha, albatta. Uni ham chaqirganmiz. U yaramasni chaqirib nima qilasiz? Imyong menga o'g'il bo'ladi. Qolaversa bu xotirlash marosimi. Unda barcha do'st va birodarlar jam bo'lishimiz kerak. Bosh qo'mondon sizni uyga chaqiribdimi? Ha, vazir janoblari. Bugun marhum Choyvuning vafot etgan kuni ekan. Unga sodiq xizmat qilganlar va yaqin do'stlari har yili xotira marosimi o'tkazishadi. Ammo siz marhum Choyvuga xizmat qilmagansiz. Lekin shu paytgacha o'tkazilgan marosimlarga Kim Jun meni taklif etib kelgan. Kim Junni gumdon qilish imkoniyatini qo'ldan chiqardik. Menimcha u yerga bormaganingiz ma'qul. U meni taklif etgan, bormasam yanada kuchli shubhaga tushadi. Bu ota va o'g'il o'rtasidagi eng so'nggi uchrashuv bo'ladi. Ikkimizdan birimiz o'lishimiz kerak. Shu sabab men qo'rqoqlik qilib, taklifni rad etmoqchi emasman. Bugun mening peshonamga o'lim yozilmagan bo'lsa, bilingki, bosh qo'mondon tez orada hayotdan ko'z yumadi. Mana xotira amallarini ham yakunladik. Marhum bosh qo'mondonimizning oxiratlari obod bo'lsin. Qani, endi o'tiringlar. Qani, davraga marhamat. Shohona ziyofatdan qolishmaydigan kecha. Gapingizga qo'shilaman. Farzandlar mehnati uchun katta rahmat. Ha, o'tiringlar. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lgandi. Qani, piyolangizni uzating. Bu uchrashuvimiz eski kunlarni yodimga solib yubordi. Shuncha yil o'tib zamonlar o'zgarsa-da, go'yo biz uchun hech narsa o'zgarmagandek. Ammo nima sabab endi biz uchun o'zaro uchrashuvlar o'tkazish bunchalik qiyin bo'lib qoldi? Bunga men aybdorman. Sizlardan kechirim so'rayman. Hozirda birga ekanmiz. Keling, shu g'amgin mavzuda suhbatlashmaylik. Qani, dasturxonga marhamat. Marhum bosh qo'mondonimiz xotirasi abadiy bo'lsin.
boshqa ish joyiga o'tishim haqida buyruq olganimda biroz ranjigandim. Mendan do'stlarim bezor bo'lishibdi-da degan xayolda edim. Endi bo'lsa, hammasiga ko'nikib ketdim. Mo'g'ullar bizga qanday shart qo'yganini bilganimdan keyin qanchalik to'g'ri qaror chiqarganingizni anglab yetdim. Rahmat sizga sarkarda. Sizga ichimlik qo'yib bersam maylimi, ota? Ha, albatta. Sarkarda, keling, sizga o'zim ichimlik qo'yaman. Kechirasiz. O'zim qo'yganim ma'qul. Mayli. Imyon, Labbay ota. bugun mirqib dam olishingizni istayman. Fikringizga qo'shilaman, bosh qo'mondon. Shu kunlarda juda kam uchrashadigan bo'lib qoldik. Saroy xizmatiga kirib kuchli siyosatchi bo'lib ketgan ko'rinasiz. Imyon, men ota, siz esa menga o'g'ilsiz. Bir kun kelib meni tushunib yetasiz. Qani, dasturxonga marhamat. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Kim xonim? Issiq taomlardan olinglar. Bugun bir joyda to'planganingizdan ancha xursand bo'ldim. Ahil do'st va birodarlarni bir joyga jamlanishiga nima yetsin? Mehmon do'stligingiz uchun sizga katta rahmat, Anshim xonim. Bugun haqiqatan quvonchli kun. Hammasi uchun rahmat, bosh qo'mondon. Sog' bo'laylik. Qani, Xotirlash marosimi? Bu har qanday shohona ziyofatdan ham osh pishdi-ku. Xursandchilik bo'lsa yaxshi-ku. Anchadan beri bunday davralarda xizmat qilmagandik. Menga aql o'rgatmasdan chaqqon harakat qil. Yoshgina holingda bilimdonlik qilganingga o'laymi? Undan xafa bo'lmang. Axir bugun marhum bosh qo'mondonni xotirlash kuni. O'tganlarni xotirlab, yaxshi kunlarni yodga olishimiz kerak. Ha, anchadan beri bosh qo'mondonning do'stlari bir davrada to'planib o'tirishganlarini ko'rmagandim. Gap sotmasdan tezroq bo'lsangiz-chi? Ilk bor Kim Jon'ni poytaxtimizga kelgan paytlari kimni yodida bor? Qarshimda rohibni ko'rib rosa hayron bo'lgandim. Rostdanmi? Ammo uning nigohida kurash alangasi kuchli mash'ala bo'lib yonardi. Shunday emasmi, Legonju? Ha, albatta. Chavgon musobaqasida yengilishimiz aniq bo'lib turgan bir vaqtda uni Choyangbey tavsiya qilgandi. Bu ham yodingizdami? To'g'ri. O'shanda juda kuchli va zavqli musobaqa bo'lgandi. Kim Jundan hech kim g'alaba qozonishni kutmagandi. Oxir oqibat u barchani hayratga solib, mutlaq g'olibga aylangandi. O'sha musobaqada ko'p marta sizni joningizga oro kirgandim, ammo meni juda yomon kaltaklagandi. To'g'ri. Gap bilan bo'lib, umuman dasturxonga qaramayapsizlar. Marhamat. Marhamat. Sarkarda Choyangbeyni sira xayolimdan chiqara olmayman. Oddiy inson bo'lsa ham uni sadoqatiga tan bermaslikni iloji yo'q edi. To'g'ri. U juda sadoqatli edi. Uni men ham eslab ko'p sog'inaman. Imyon, Labbay ota. boya Chavgon musobaqasi haqida gap ketdi. O'shanda g'olib chiqqanligim uchun qirol menga shon sharaf qilichini hadya qilgandi. Men qarib qoldim. Endi bu qilichni sizga sovg'a qilaman. Qanday qilib bunday in'omni menga topshirasiz? Axir uni sizga qirolni o'zi hadya etgan. Davradagi do'stlarim ham qarigan. Ular qatori men ham. Shon sharaf qilichini endi menga nima keragi bor? Ota, Kim Jon, bunga hojat yo'q edi, bosh qo'mondon. Axir bu shon sharaf qilichi.
Marhamat. Uni qabul qiling. Uni nima sababdan menga beryapsiz? Har narsaning o'z egasi bor. Vaqt soat kelsa undan foydalanasiz. Undan davlatimiz kelajagi uchun foydalaning. Gapim tushunarlimi? Vatanimiz uchun ishlating. Undan doimo ezgu maqsad yo'lida foydalaning. Shu so'zlarni doim yodingizda tuting. Bunga va'da beraman. Bu holda kechani davom ettiramiz. Bugun xursandchilik qiladigan kun ekan. Qani, kayfiyatni ko'taraylik. Barchamiz sog'-salomat bo'laylik. Uzoq umr ko'rib, quvonchli davralarda hali birga ko'p marotaba o'tiraylik. Bosh qo'mondonimizning umri uzoq bo'lsin. To'g'ri. Bugun nihoyatda ajoyib oqshom. Aytilgan tilaklarning